Korkmanglar, dünyada yaşayatmaysizlar, belki dünyadan ötüp ketyapsizlar. Jaloliddin Rumi. İnsan bu ömrüde en köp uçuraydigan, özümü bilip bilmey ümit kütüp kaladigan iş, del yana bir az saqlap beqishdir. Biz tövendikidek aliyjanab bahaneler bilen kelgüsümüzni asta kesi qaytip gelmeydigan joyga yo'lga silib qo'yamiz. Masalan, pul topganda, vaqtimiz chiqqanda, kelgüsüde keyin kelar qiqtin bir az saqlab baqay. Lekin vaqti kelganda sizde qilib qoldig'ini bir patman afsuslanish qo'ldan berib qo'ydig'ingiz qimmatlik aqida va muhabbat bo'ladi xolos. Shundaq. Bizning beparvoligimiz saqlab beqish degan chiroyli ramka ichida davom etadi. Salomatlik qardan chiqqandan keyin salomatlikni asrashning muhimligi esimizga keladi. Fursat butunlay tugaganda ondan yetarlik tirishmaganimiz esimizga keladi. O'tirimizda hissiyat qolmaganda ondan qadrlashning to'limi zarurligi esimizga keladi. Tıxı vaqt barg'u deymiz. Xuddi biz Luqman Hakimning ömrünü ko'rgandek. Natijada eng yaxshisini ömrümüzning yerimidan oshqicha qo'ldan berib bo'lamiz. Ömrümüzning eng yaxshi paytlarini o'tkazib o'tgandan keyingi shu mezgillarda og'zingdan bir patman lab purab turadigan mundaq jumlalar to'liq chiqadigan bo'lib qoladi. Agar yosh vaqtlarda mundaq qilgan bo'lsam, hozir mundaq bo'lib ketadi. Biroq amal yo'q. Men sening ishingda bo'lgan bo'lsam, mundaq qilib o'tgan bo'lardim. Biz yosh vaqtlarda hey, hozirgi odamlarimiz. Darhaqiqat, ota-ona bo'lish sifatimiz bilan saqlab boqamiz. Balam o'qish bitirgandan keyin xotirjam bo'laman deb. Balam xizmatga chiqib olsin, ondan qolgan ishlarni qilaman deb. Avval balam to'y qilib olsin, qolganini keyin ko'raman deb. Balam uy o'choqliq bo'lib, balliq bo'lib olsin, undan keyin rohat turmushni boshlasam bo'lar deb. Afsus. Biz shu rohatga erishguncha rahimsiz yillar bizga u dunyoning tilxetini kesib, tayyor qilib bo'lgan bo'ladi. Qadrli do'stim, amaliyotda hayot bak ko'p azobga bardoshlik bera olmaydi. Hayot yana kutishga bardoshlik bera olmaydi. Vaqti barg'o deb o'ylab qolmang. Har qancha qiziq choymo soviydi. Uzun saqlangan hissiyotning sufati o'zgarib ketadi. Eng yaxshi fursatning kelishini saqlab versangiz, barliq fursatlar yo'qolib ketadi. Haqiqatan kishilik hayotda nurg'un ishlarni saqlab turishga bo'lmaydi. Sog'lomlikni keyniga qo'yishga bo'lmaydi. Chunki badan qardan chiqqandan keyin ega bo'lgan narsaning hech qanday qimmati bo'lmaydi. Ma'rifni, tarbiyalanishni saqlab turishga bo'lmaydi. Chunki maymoq o'sib qolsa, shaklga kirib olgandan keyin uni tuzitish tez bo'ladi. Vafodorlik yetkazishni keyniga surishga bo'lmaydi. Chunki qadrdonlaringiz ketib qolsa, vafodorlik ko'rsatish uchun qayta fursat topqili bo'lmaydi. Hissiyatni saqlab turishga bo'lmaydi. Odam hamma narsadan ayrilgandan keyin qadrlanishni o'ylasa, to'limi kechikkan bo'ladi. Namratlikni saqlab turishga bo'lmaydi. Chunki shu xil muhitga ko'nib qolgandan keyin qayta o'zgartishingiz tez bo'ladi. Shunga hayot vaqtingizda ko'p saqlab vermang. Saqlab o'tkazib o'tgan fursatlaringiz uchun keyingi hayotingizga afsuslanish qoldirmang. Ko'z oldidagini qadrlab, hozirni chang tutish, xushal yashab, erkin ozoda o'tish bu hayotdagi eng muhim ish. Ajdodlarimiz shundoq degan. To'mirni qiziq vaqtida so'q. Tishingning barida go'sht ye, ko'zingning barida shahar ko'r. Qolg'ini aqlli ko'rmanlarimizning o'ylanishiga qoldirildi.